to'xtang. Gapimni qaytarib oldim. Bolalar kesib tashlang. Bu meni qo'shig'immi? Video. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Mantra. Not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Bu tabiiy tarzda yuz berdi. Biz shunchaki gaplashayotgan edik va deyarli qo'shiqni shu gaplarimizdan yozib chiqdik. Va qizlar birgalikda yig'ilib o'zlariga xos mavzuda gaplashsa, bu menimcha juda qiziqarli. Aytgan gaplarimizdan bir-birimizga ilhom keladi. Menimcha bu juda kulgili. Men ko'p marta klip suratga olgan joyimizda yonidan o'taman. Har safar o'tganimda, ha, biz shu yerda suratga olgandik deb o'ylayman. Hey, bu juda qisqa mantra. Rahmat. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. Bu Love Sick Girls Blackpink. Ha, men deyarli xato qilib qo'yay dedim. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. Yaqinda intervyu berdim va ular mendan eng sevimli qo'shig'im qaysi ekanligini so'rashdi. Bu doim o'zgarib turadi. Lekin men ularga hozirgi paytda aynan shu davrimda Love Sick Girls davrini sog'inayotganligimni aytdim. Okay. Oh. You get me powering for two, I swore I'd never do it again. Love Hangover. Bu juda oson ekan. Got me pouring for two. I swore I'd never do it again. Uni suratga olish juda maroqli bo'lgan. G'oya shundan iborat edi. Men qayta uchrashuvga chiqaman. Keyin qandaydir tarzda kun oxirida o'lib qolaman, lekin uyg'onganimda yana uchrashuvda bo'laman. Shunday qilib bizning qo'shiqning kayfiyati, uning energiyasini shu bilan moslashtirmoqchi bo'ldik. Love Hangover shuni anglatadiki, inson keyin nima bo'lishini bilsa ham, baribir o'zini sevgiga tashlaydi. Blackpink bilan 8 yil ishlaganimizdan so'ng ikki taraf ham biroz tanaffus olib, ko'proq yakkaxon loyihalar qilishga qaror qildik. Va shu sabab bu safar studiyada ko'proq vaqt o'tkazib, ijod qilishga imkonim bo'ldi. Va menimcha bu aynan to'g'ri vaqtda keldi. Huh? You are sitting on your feelings, I'm sitting on my throne. Bu mening qo'shig'immi? You are sitting on your feelings, I am sitting on my throne. Bu ko'proq inglizchaga koreys tilidan o'girilganga o'xshaydi. Yo'qmi? Hech ham bunday satrni kuylamaganman. To'xtang! Okay, gapimni qaytib oldim. Bolalar kesib tashlang. Hozir. Bu soloning rapi. Yo xudoyim, men bu so'zni ilgari hech aytganim yo'q dedim. Chunki sababi u rap satrida hamma narsa juda tez va darhol yodimga tushmadi. Sitting on your feelings and sitting on my throne. Xo'sh, bilsangiz kerak, o'sha vaqtda men studiyada juda ko'p vaqt o'tkazayotgan edim va biz allaqachon Blackpink loyihasi uchun turli qo'shiqlar ustida ishlagandik. Shuning uchun bu narsaning men bilan bog'lanishi shunday bo'ldi deb o'ylayman. O'sha vaqtda bu to'g'ri tuyuldi. Men qo'shiqni juda yoqtirdim va unga vizionim bor edi. Bu haqiqatan ham siz yaratmoqchi bo'lgan narsa. Aksincha guruh sifatida ishlash va har bir fikrni birlashtirish. Bu mantiqan to'g'ri. Rahmat. Nobody gonna move my soul, gonna move my aura, my mother. Bu Zendan. Nobody gon' move my soul, gon' move my all my matter. Zen. Bu juda ko'p o'ylangan tarzda tanlangan edi. Biz bu borada millionlab uchrashuvlar o'tkazganmiz va har bir sahnada nima kiyishni xohlashimizni bilardik. Shunga hamma narsa maqsadli bo'lgan va men natijadan juda ham xursandman. Men bu haqida eng tajribali videolardan biri deb ayta olaman. Albatta, albom ustida ishlayotganda ba'zi qo'shiqlar menga ko'proq ta'sir qilgan, lekin bu haqida o'z konsertlarim,
va Coachelladan keyin haqiqatdan qalbimdan his qilgach qaror qilganman. Chunki studiyada qo'shiqni kesib ijro qilish bilan uni his qilish katta farq qiladi. Shuning uchun menga qaysi qo'shiq eng ko'p ta'sir qilishini kutyapman. Ain't nobody gonna have your back like the way I do. Men bu qo'shiqni bilaman, chunki bu men aytadigan gaplardan biri. Shunchaki qaysi biri ekanligini aniqlashda qiynalyapman. Ain't nobody gonna have your back like the way I do. Menimcha bu o'sha Starwell? Yo'q. Kechirasiz. Nima? Ha? Voy xudoyim! Bolalar, bu juda insofsizlik. Eski qo'shiqlarni yana olib chiqyapsizlar. Chunki menimcha men o'zimning albomimdan bo'ladi deb o'ylagandim. Bu You and Me. Ain't nobody gonna have your back like the way I do. Men darrov o'zimni ma'lum bir janrda qo'shiqni qilayotganimda tasavvur qilaman. Masalan, studiyaga borganimda, qo'shiq yozganimda, bu shunchaki musiqani qanday eshitishim va tanamni qanday harakatlantirishim bilan bog'liq. Shuning uchun men o'sha yo'nalishga chuqurroq kirishga va uni to'liq yakunlashga harakat qilaman. Men hech qachon endi raqs nima qilamiz deb o'ylamayman. Bunday holat umuman bo'lmaydi. Walk in the room and set the vibe. Bu Extra L. In a room and I set the vibe. Men o'zimni o'sha vibe deb his qilaman. Shunday deb o'ylashga harakat qilaman. Buni men sizga aniq tasvirlab bera olmayman. Lekin agar kayfiyatim yomon bo'lsa, bir xonaga kirishim kerak bo'lganda o'zimni shunday holatda ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Bu qo'shiq yaratilgandan keyin har safar tinglaganimda uni kuchli reverse bo'lishini tasavvur qilardim. Ayniqsa ayol ijrochidan va buni tasavvur qilish uchun Doechidan yaxshiroq kim bo'lishi mumkin deb o'yladim. Men uni juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun hammasi ajoyib tarzda amalga oshdi. Qo'shiq hozirda tayyor. Umid qilamanki, hammaga menga yoqqanchalik yoqadi. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the full room spinning like a gypsy. Bu like Jenny. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's tipsy. Men bu qo'shiq bilan shunchaki sen meni yoqtirasan va menga o'xshashni xohlaysan degan fikrni aytmoqchi emasman. Men hatto uni bilasiz, shunchaki men kabi deb nomlamoqchi ham bo'lganman. Men bu qo'shiq odamlar uchun o'ziga ishonch beradigan narsa bo'lishini va eng muhimi shunchaki zavqlanishlarini xohlayman. Shu o'zingni sev va hayotdan zavq ol. Okay. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도. That's from Bu Pretty Savage. Savage. Yo'q. Nima? To'xtang. 뚜두두두. Topdimmi? Okay. Nega men buni bilmayman? Pretty Savage deb o'yladim. Voy xudoyim, men bu qo'shiqni anchadan beri eshitmagan ekanman. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도. Buning ma'nosi shirin yuz ortidagi qat'iyatlik degan ma'noni bildiradi. Biz bu qo'shiqni juda yaxshi ko'ramiz va unga juda ko'p vaqt ajratdik, uchrashuvlar o'tkazdik va uning butun konsepsiyasini yoqtirishimizga, yanada ijobiyroq qilishimizga ishonch hosil qildik. Men juda baxtliman. Har bir qadam meni shu darajaga olib keldi va endi mening albomim chiqdi. Bu hissiyotlarni tasvirlab berishni ham boshlay olmayman. Shuning uchun men har bir qadamimdan faxrlanaman.